Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, mana hozir yilning eng ulug' kunlaridamiz. Bu narsa qayta aytilyapti, masjidlarda ham eshitilyapti. Zulhijjani 10 kuni. Bu kunlarda qilingan har qanday amal, namoz, roza, zikr, Qur'oni Karim tilovati, sadaqa, bular hammasi Alloh taologa ko'proq yoqadi. Boshqa kunlarda qilingandan ko'ra mana shu kunlardagisi Allohga mahbubroq. Alloh ko'proq yaxshi ko'radi. Mana shular jumlasidan zikr. Zikr deganda Alloh taoloni yod etish. Alloh taoloni yod etish deganda kimdir faqat tili bilan Allohni yod etadi. Masalan, subhanalloh, alhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar shular aytadi. Kimdir faqat qalbida tafakkur qiladi. Alloh taoloning ulug'ligini shunday. Endi eng mukammal bo'ladigani esa ham tili, ham dili bilan, ya'ni qalbi bilan joriy bo'lsa, ya'ni o'zi asli qalbdan kelib chiqib aytiladigan bo'lsa, ana shu zikr eng ulug' zikr bo'ladi. Ajri ham ko'p yoziladi. Bu kunlarda qilinadigan zikrlarning eng ulug'laridan biri Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Buni takbir deyiladi. Takbir, ochiq takbir bor. Ya'ni bu kunlarda ochiq qachon esingizga tushib qolsa aytaverasiz. Allohu akbar, Allohu akbar, Alloh buyukdir, Alloh ulug'dir degan ma'noni beradi. Yana undan tashqari Arafa kuni bomdoddan boshlab 5 kun aytiladi. 5 kun namozlardan keyin 5-kuni asrgacha 23 namoz bo'ladi shunda. Har namozdan keyin farzdan salom berganda bir marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Boshdagi Allohu akbarni 3 marta aytsam, 2 marta aytsam bo'laveradi. Ana shu aytiladi-da, ya'ni Allohu akbar degan zikr mana. Alloh taoloning ulug'ligini aytyapmiz. Shu Allohning ulug'ligini aytganda inson qalbidan Allohga ta'zim kelishi kerak. Buning uchun Alloh taoloning mana shu kuchi, qudratini bildiradigan, buyukligini bildiradigan Allohning boshqa ismlari bor. Qodirligi masalan, Al-Azim deyiladi, Qahhor Alloh deyiladi, Jabbor Alloh deyiladi. Mana shu ismlari ma'nolari bilan eslansa, Alloh taoloning ulug'ligi yana qalbga huzur beradi. Qalbdan keladi-da. Qalbdan kelib keyin tilga o'tsa, ana shu eng foydali bo'ladi. Masalan, yana shu Alloh taoloning ulug'ligini bildiradigan nimalardan, ya'ni sabablardan, yo'llardan biri Alloh taolo halok qilgan qavmlarni esga solish, masalan, esga olish. Nuh alayhisolamning qavmini Alloh taolo butun o'sha vaqtdagi ya'ni yer yuzidagi hamma aholi edi-da. Nuh alayhisolamga iymon keltirganlardan boshqa hammasini suvga g'arq qilgan Alloh taolo. Hud alayhisolamning qavmiga qanaqa shamol jo'natib halok qilgani, Solih alayhisalom, Lut alayhisalomning qavmlarini qanday halok qilgani, Lut alayhisalomning qavmiga eng qattiq jazo kelgan. Ya'ni Alloh taolo farishtalarga buyurgan, o'sha qishloqni tagi bilan ko'tarib, teskari qilib yerga urgan, ustidan yana tosh yog'dirilgan. Fir'avnning g'arq bo'lgani, Quraysh kofirlari mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qanchalik qarshilik qilgan Abu Jahllar bitta jangda hammasi o'sha kattalari o'lib ketdi Badr jangida. Bu ham Alloh taoloning buyukligini insonni esiga soladi-da. Alloh taolo shu zolimlarga bergan jazosi esga olinsa, Alloh qanaqa buyuk qudratli zot ekani bilinadi. Shunda Allohu akbar deb qalbdan aytasiz. Yana Alloh taolo yaratgan narsalari bor. Alloh taolo yaratgan narsalarning buyukligiga qarab ham Allohning buyukligini eslasa bo'ladi. Jabroil alayhisalomdan aytiladi, masalan, sufalolarda keladi-ku, dedilar Jabroildek ruhul aminni qanot yozsa tutar ruhi zaminni. Ya'ni Jabroil alayhisalom agar qanotini yozadigan bo'lsa, butun yer yuzini qoplab qolar deyiladi. Shu Jabroil alayhisalom haqlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Me'rojga chiqqanlarida, Isro Me'roj bo'lganda Me'rojga osmonga chiqqanlarida shu Malaul A'lo farishtalari guruhidan o'tdim. Allohdan qo'rqqanidan Jabroil alayhisalom xuddi bir eski bir shalchaga o'xshab qoldi deganlar-da. Ya'ni ana shu Alloh taoloni ulug'ligini ular farishtalar juda ham his qiladi. Shuning uchun Alloh taolo bir so'z aytsa, farishtalar qalblari, yuraklari yorilguday bo'lib, hushidan ketadigan bir holatga tushar ekan. Hatto idza fuzza an qulubihim, qalblaridagi o'sha dahshat ketganida bir-birlaridan so'rab qolishar ekan. Qalu maza qala robbukum, Robbingiz nima dedi deb bir-biridan so'rab qolishar ekan. Yana qiyomat kunida bo'ladigan dahshatlarni eslash. Qiyomat kunida Alloh taolo butun xaloyiqni hammasini o'ldiradi. Hamma, ya'ni joni borki qolmaydi-da, hammani jonini oladi. Alloh taolo aytadiki, limanil mulkul yawm lillahi'l wahidil qahhar.
Bugun mulk, podshohlik kimniki? Faqat Allohniki deb o'zi javob beradi. Inson qalbida mana shunday Allohga bo'lgan hurmat, Allohni ulug'lash qalbidan kelsa, keyin tiliga o'tadi. Ya'ni tiliga o'tsa, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar deb aytsa, ana shu eng foydali zikr bo'ladi. Ya'ni ajri ham ko'p yoziladi degani. Shuning uchun ulamolar aytadiki, zikrning eng afzali qalb bilan til bir-biriga mos-monand bo'lgani deyiladi. Vallohu alam, Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin. Shu kunlardan barchamizni foydalantirsin.